Avvalambor assalomu alaykum. O'zim tanishtiradigan bo'lsam, Nabiyev Firuz Nurmurodovich Iqtisodiyot va moliya vazirligida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha faoliyat olib boraman. Bugungi kundagi mavzuyimiz bevosita o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasining 46-maqsadi, ya'ni fiskal barqarorlikni ta'minlashda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, shu bilan birgalikda raqamli markirovkalash tizimini yanada takomillashtirish bo'ladi. Dastlab mavzuning dolzarbligidan kelib chiqamiz, ya'ni bevosita o'sha xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha mamlakat tomonidan yetarli darajada chora-tadbirlarni olib borilmasligi birinchi navbatda aholi yashash darajasini keskin pasayishiga hamda kambag'allikni oshishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, mamlakatning mudofaa qobiliyatining pasayishiga hamda tartibsizliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birgalikda milliy iqtisodiyotning barqarorsizligi natijasida ijtimoiy himoyaga muhtojlarning bevosita ta'minotsiz qolishiga sabab bo'ladi hamda buning ortidan pensiya, ish haqqi hamda stipendiyalar uchun mablag'larning yetishmasligiga sabab bo'ladi. Va eng asosiysi, yashirin iqtisodiyot bevosita korrupsiyaning avj olishiga sabab bo'ladi. Mavzuning dolzarligi xalqaro darajada tan olingan bo'lib, mamlakatlar tomonidan yashirin iqtisodiyot ulushining o'z vaqtida tartibga solinmasligi bevosita xufiyona iqtisodiyotning transmilliy uyushgan jinoyatchilikka aylanib ketishiga sabab bo'lishi hamda bunga ta'sirchan chora sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2000-yil 15-noyabrdagi rezolyutsiyasini qabul qilishiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari, xalqaro iqtisodiy moliya institutlari tomonidan haqiqatan xufiyona iqtisodiyotning mamlakatlar milliy iqtisodiyoti uchun bevosita tahdid sifatida qabul qilinib, o'sha dunyo iqtisodiyotining 1/3 qismi, ya'ni 28,4 trillion so'mi bugungi kunda yashirin iqtisodiyot sohasida qolayotganligi ta'kidlangan. Xufiyona iqtisodiyot yoki kuzatilmaydigan iqtisodiyot tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, xufiyona iqtisodiyot bu jamiyat va davlatdan yashirin holatda yuritiladigan, hukumat idoralari tomonidan nazorat qilinmaydigan hamda soliq va buxgalteriya hisobotida aks ettirilmaydigan iqtisodiy faoliyat tushunchasi hisoblanadi. Xufiyona iqtisodiyotni o'sha xalqaro amaliyotda 3 ta asosiy komponenti mavjud bo'lib, bugungi kunda, ya'ni o'sha birinchisi norasmiy iqtisodiyot, ikkinchisi yashirin iqtisodiyot hamda uchinchisi noqonuniy iqtisodiyot. Ushbu komponentlarni bir-biridan farqini quyidagicha keltiraman. Norasmiy iqtisodiyot bu qonun bilan ruxsat etilgan, biroq tadbirkorlik faoliyatini o'rnatilgan tartibda ro'yxatdan o'tkazmasdan yuritish hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda ayrim fuqarolar hamda ayrim tadbirkorlik subyektlari tomonidan norasmiy tadbirkorlik faoliyati olib boriladi. Bu shu norasmiy sektorga kiradi. Bugungi mavzumizning asosiy fokusidan o'rin olgan yashirin iqtisodiyot. Ya'ni bu yashirin iqtisodiyot bu o'rnatilgan tartibda davlat ro'yxatdan o'tib, soliq to'lashdan bo'yin tovlash maqsadida tovar aylanmasini yashirgan holatdagi iqtisodiy faoliyat tushuniladi. Bundan tashqari, uchinchi komponentimiz bu noqonuniy iqtisodiyot, ya'ni qonun bilan taqiqlab qo'yilgan iqtisodiy faoliyat hisoblanadi. Bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bu faoliyat tartibga solinadi. O'zi yashirin iqtisodiyotni keltirib chiqaruvchi bir qator omillar mavjud, tan olingan omillar, xususan birinchisi soliq qonunchiligining mukammal emasligi. Bunda bevosita o'sha individual xarakterdagi soliq imtiyozlarining mavjudligi hamda soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarida bir-birini istisno qiladigan hamda bir-birini zid qiluvchi normalarning mavjudligi kirsa agar, ikkinchisi bevosita soliq yukining og'irligi, ya'ni bu yerda bevosita mamlakatda soliq stavkalarining balandligi hamda soliqlar sonining yuqoriligi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, uchinchi omil sifatida biznesni yuritishdagi byurokratik to'siqlar hamda milliy iqtisodiyotning yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi sanalib o'tilgan. Bu bosqichda bevosita tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun turli xil sanksiyalar hamda biznes jarayonlarini yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi kirib o'tadi. Hamda eng asosiylardan biri yashirin iqtisodiyotga sabab bo'luvchi yana bir omil bu davlat boshqaruv organlaridagi korrupsiya, ya'ni xufiyona iqtisodiyot faoliyati uchun korrupsiya holatlarining mavjudligi sanab o'tiladi. Amaldagi tahlil ko'radigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotda bugungi kunda milliy iqtisodiyotimizda kuzatilmaydigan iqtisodiyot deydi, ya'ni xufiyona iqtisodiyotning ulushi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34,8%, ya'ni 500 trilliondan ortiq summani tashkil etadi. Ya'ni bunda yuqorida aytib o'tilgandek, kuzatilmaydigan iqtisodiyotning ikkita komponenti, ya'ni o'sha yashirin iqtisodiyot hamda norasmiy iqtisodiyot. 24% yashirin iqtisodiyot bo'lsa, ulushiga to'g'ri keladi. 75% norasmiy iqtisodiyot ulushiga to'g'ri keladi. Shunda yashirin iqtisodiyotni sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, barchamizga ma'lum, bugungi kunda yashirin iqtisodiyot ulushi bo'lgan ayrim sohalar bor. Bu qishloq xo'jaligi, ya'ni 64%, qurilish 41%,
Bundan tashqari xizmat ko'rsatish 40% hamda ishlab chiqarish 9% tashkil etadi. Hukumat tomonidan yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha bugungi kunga qadar bir qator islohotlar amalga oshirilgan. Ushbu slaydimizda hukumat tomonidan yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha o'sha turli xil yo'nalishlarda olib borilayotgan islohotlar samaradorligi keltirib o'tilgan. Xususan, islohotlar 2012 hamda 2022 yil davrida olib borilgan bo'lib, bunda birinchi yo'nalishda soliq turlari qisqartirildi. Ya'ni 2012 yilda soliq ma'murchiligida 15 ta soliq turi mavjud bo'lgan bo'lsa, 2022 yilda mazkur soliqlar 6 taga qisqartirildi hamda bugungi kundagi soni 9 tani tashkil etmoqda. Bundan tashqari soliq stavkalari pasaytirilishi, ya'ni xususan daromad solig'i, foyda solig'i hamda qo'shimcha qiymat solig'i stavkalari pasaytirilgan. Ya'ni daromad solig'i 22% dan bugungi kundagi 12% ga pasaytirilgan. Qo'shimcha qiymat solig'i 22% dan bugungi kundagi 12% ga pasaytirilgan hamda foyda solig'i 30% dan bugungi kundagi 15% ga pasaytirilgan. Bundan tashqari, biznesdagi byurokratik to'siqlarning bartaraf etilishi bo'yicha Jahon bankining Doing Business degan loyihasi doirasida o'sha mamlakatimiz 2012-yilda 147-o'rinda, 2023-yil 69-o'ringa ko'tarilgan. Haqiqatan bugungi kundagi mazkur loyiha to'xtagan bo'lishiga qaramasdan tegishli natijalarga erishilgan. Shu bilan birgalikda yashin iqtisodiyot muhim komponentlardan biri hisoblangan bu norasmiy sektorda faoliyat yuritish, ya'ni konvertda ish haqqi olish hisoblanadi. Bunda mamlakat iqtisodiy faol aholining 50% bugungi kunda rasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 15 million 100 nafardan 7,5 million nafari rasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 34%, ya'ni 5 million nafari norasmiy sektorda faoliyat yuritib kelmoqda. Ya'ni yashin iqtisodiyot ulushiga o'z hissalarini qo'shmoqda. Shu bilan birgalikda tashqi migratsiyada ham 1 million nafardan aholi o'z faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari, o'sha norasmiy sekordagi faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari tahlil qilinganda 24-yilda 179 mingta korxona tomonidan 1 million 200 nafar ishchi soni yashirilganligi aniqlangan. Shu bilan birgalikda 2024-yilda 9 oylik davrda olib qaraydigan bo'lsak, slaydimizda ko'rinib turibdi, 446 mingta korxonada 200 mingtasi, ya'ni 45% ishchi sonini 1 nafardan 2 nafargacha ko'rsatgan, hamda 20%, ya'ni 85 ming nafari umuman ishchi sonini ko'rsatmagan hisobotlarda. Shuningdek, yashin iqtisodiyotning asosiy komponentlaridan yana biri hisoblangan bugungi kunda o'sha milliy iqtisodiyotda naqd pul aylanmasining yuqoriligi sanaladi. Slaydimizda ko'rinib turibdi, 2023-25-yillar davri mobaynida naqd pul muomalasi hajmining oshganligi, ya'ni 42 trillion so'mdan 53 trillion so'mga oshgan. Shu bilan birgalikda bugungi kunda o'sha naqd pul aylanmasi yuqori bo'lgan ulgurji hamda chakana savdo faoliyati tahlil qilinganda sohada 90% pul aylanmasi naqd pul shaklida amalga oshirilishi ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari 25-yil birinchi chorakda o'sha fuqarolar tomonidan P2P operatsiyalari hajmi oshgan, ya'ni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 61% ga oshib, bugungi kunda 115 trillion so'mni tashkil etgan. Bugungi kunda hukumat tomonidan olib borilayotgan islohotlarga qaramasdan yashin iqtisodiyotni qisqartirish borasida bir qator muammo kelib chiqmoqda. Xususan, muammo sifatida o'sha mamlakatdagi yashin iqtisodiyot ulushini yuqoriligini olib qaraydigan bo'lsak, mazkur muammoni keltirib chiqaruvchi bir qator omillar mavjud. Xususan, birinchi omil yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha kompleks hujjatni qabul qilmaganligi, ya'ni strategiyani belgilanmaganligi. Bundan tashqari, yashin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan yashin iqtisodiyotni hisobga olishning yagona metodologiyasini ishlab chiqilmaganligi. Shu bilan birgalikda yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha yagona institutsional asosni shakllanmaganligi, ya'ni davlat idora va tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi organni belgilanmaganligi. Keyingisi, bundan tashqari, yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha makro iqtisodiyot ko'rsatkichi doirasida indikatorlarni belgilanmaganligi. Yashin iqtisodiyotni qisqartirishda davlat tashkilotlari o'rtasidagi yagona integratsiyaning mavjud emasligi hamda eng asosiysi vazirlik, idora hamda tashkilotlarni yashin iqtisodiyotni qisqartirish borasidagi maqsadli ko'rsatkichlarni belgilanmasligi omil sifatida olingan. Yuqoridagi muammolarning yechim sifatida O'zbekiston 2030 strategiyasining 46-maqsadida fiskal barqarorlikni ta'minlashda yashin iqtisodiyot ulushini qisqartirish hamda raqamli markirovkalash tizimini yanada takomillashtirish belgilangan. Bundan tashqari, yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha yetarli samaradorlikka erishgan bir qator ilg'or xorijiy tajribalar o'rganilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Ya'ni birinchisi Qozog'iston Respublikasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasiga o'xshash, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlar tarkibiga kirgan. Bugungi kunda
Qozog'iston Respublikasida yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha 6 ta jami strategiya qabul qilingan. Mazkur strategiyalarda bevosita o'sha vazirlik, idora va tashkilotlarning yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Shu bilan birgalikda strategiya doirasida yashin iqtisodiyot ulushini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 15% ga qisqartirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirgan Kanada Federatsiyasi tajribasi o'rganilganda, Kanada Federatsiyasida bugungi kunga qadar yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha 4 ta strategiya qabul qilinganligi ma'lum bo'ldi. Strategiya doirasida yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha o'sha makroiqtisodiy ko'rsatkichlar doirasida indikatorlar belgilangan hamda o'sha strategiyani amalga oshirish yuzasidan vazirlik idoralarining maqsadli ko'rsatkichlari nazarda tutilgan. O'zbekiston 2030 strategiyasi 46-maqsadi da belgilangan vazifalar ijrosini amalga oshirish yuzasidan, ya'ni yashin iqtisodiyot ulushini qisqartirish maqsadida bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining 2025-26-yillarga mo'ljallangan yashin iqtisodiyot ulushini qisqartirish strategiyasi loyihasi ishlab chiqilgan. Strategiya loyihasida bir qator vazifalar nazarda tutilgan. Xususan, birinchi o'rinda yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha vazirlik, idora, tashkilotlarning maqsadli ko'rsatkichlari belgilangan. Ikkinchi o'rinda yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha indikatorlar belgilangan. Uchinchi o'rinda yashin iqtisodiyotni qisqartirish strategiyasi qabul qilingan. Mazkur strategiya doirasida quyidagi 5 ta asosiy vazifalar nazarda tutilgan. Birinchi navbatda yashin iqtisodiyotni qisqartirish hamda vazirlik, idora, tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha o'sha Iqtisodiyot va moliya vazirligining mas'ul institutsional asos sifatida belgilash. Ikkinchisi, bevosita xalqaro valyuta jamg'armasi bilan hamkorlikda yashin iqtisodiyotni hisobga olish metodologiyasini ishlab chiqish. Uchinchisi, yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha vazirlik, idora hamda tashkilotlarning maqsadli ko'rsatkichlarini belgilash. To'rtinchisi, yashin iqtisodiyotni qisqartirishda indikatorlarni belgilash hamda asosiysi yashin iqtisodiyotni qisqartirish strategiyasini qabul qilish. Ushbu slaydda ko'rib turganingizdek, Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari bazasida O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan vazirlik, idora, tashkilotlar, Markaziy bank, huquqni muvofiq qiluvchi organlar hamda sanoat korxonalari ma'lumotlari bazasining integratsiya modeli ishlab chiqilgan. Mazkur model asosida real vaqt rejimida yashin iqtisodiyot ulushini kuzatib borish imkoniyati yaratiladi. Endi aynan O'zbekiston 2030 strategiyasi 46-maqsadida nazarda tutilgan raqamli markirovkalash tizimini takomillashtirish orqali soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirish mavzusiga to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni bugungi kunda markirovkalash tizimini takomillashtirish doirasida 10 ga yaqin normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan 2 ta prezident hujjatlari hamda 6 ta Vazirlar Mahkamasi hujjatlari qabul qilingan. Bundan tashqari bugungi kunda 7 turdagi mahsulotlarga majburiy tartibda raqamli markirovkalash tizimi o'rnatilgan. Xususan tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari, pivo mahsulotlari, maishiy texnika, dori vositalari va tibbiyot buyumlari, suv va salqin ichimliklar hamda mineral o'g'itlar. Shu bilan birgalikda markirovkalash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida institutsional asoslar belgilangan. Bugungi kunda Soliq qo'mitasi markaziy apparati huzurida raqamli markirovkalash qoidalariga amal qilish yuzasidan hududiy inspeksiya faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari raqamli markirovkalash uchun mas'ul operator sifatida SRP Turon mas'uliyat cheklangan jamiyati belgilangan. Bundan tashqari raqamli markirovkalash tizimini to'laqonli faoliyatini yuritish bo'yicha asl belgisi milliy axborot tizimi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari markirovkalash qoidalarini buzish bo'yicha bir qator sanksiyalar qonun hujjatlarida belgilangan. Xususan amaldagi Soliq kodeksi 227-1 moddasi hamda bugungi kunda o'sha prezident qarori bor 190-sonli. U yoqda 4 ta shkaladan iborat bo'lgan moliyaviy sanksiyalar nazarda tutilgan. Xufiyona iqtisodiyot ulushining oshishi dunyo hamjamiyati oldida tahdid sifatida qabul qilingan. Mamlakatimizda mazkur tahdidni bartaraf etish bo'yicha O'zbekiston 2030 strategiyasi 46-maqsadi samaradorlik ko'rsatkichida bir qator vazifalar belgilangan va ushbu yo'nalishda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, yashin iqtisodiyotga qarshi kurashda nafaqat hukumat doirasidagi, ya'ni hukumat manfaatidagi masala sifatida qaramasdan, balki har bir fuqaroning burchi sifatida qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi hamda milliy iqtisodiyot tarkibidagi xufiyona iqtisodiyot ulushining qisqarishi bevosita iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Xususan, iqtisodiyotning barcha sohalari, tibbiyot, ta'lim, mudofaa hamda boshqa bir qator sohalarda barqarorlik ta'minlanadi. Bularning barchasi O'zbekiston 2030 strategiyasi 46-maqsadda belgilangan ko'rsatkichlarga erishishga zamin yaratadi hamda milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashga xizmat ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.